Yaxshi niyatda Umra safariga borishda niyat qilib turgan obunachilarimiz bo'ladigan bo'lsa, Xudo xolasa bekorga chiqmadi. Bu video sizlar uchun Xudo xolasa Umra narxlarini tanishtirgan Hikmat Travel'ga yetib kelganmiz. Videoda oxirigacha ko'rib turasizlar, shart-sharoitlari qanaqa, narx-navolar qanaqa bo'lyapti, to'lov masalalari qanaqa, 50 boshi qanaqa bo'ladi. Xullas hammasini boshidan oxirigacha sizlarga to'liq qilib tushuntirib berishga harakat qilamiz. Agar bu videoda to'liq ma'lumot ola olmaydigan bo'lsalaring, bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilib, to'liq ma'lumotlarni olib olishlaring mumkin. Bugun Xudo xolasa litsenziyaga ega Hikmat Travel'ga yetib kelganmiz. Abdug'offor akadan to'liq ma'lumotlarni olib beramiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, rahmat. Assalomu alaykum hurmatli podpishchilar. Obunachilarimiz uchun endi bir boshdan tanishtirib o'tsak, sharoitlari qanaqa bo'ladi, narxlari qanaqa, to'lov shartlari qanaqa, hammasini bitta-bitta tushuntirib o'tsak aka, nima deysiz? Xo'p bo'ladi. Xo'p, gostinitsadan boshlaymiz. Aha. Gostinitsalarimiz uzoqligi Madina Munavvarada 200 metr, 300 metr bo'ladi. Xudo xolasa, Makka Mukarramada 800 metr eng yaqini bo'ladi. Eng uzog'i 2 kilometr bo'ladi. 800 metrdan demak 2 kilometrgacha bo'ladi. Qaysi gostinitsamiz bo'sh bo'lsa, shunga tushishadi. Endi 24 soat, 24 ga yetdi, Xudo xolasa, avtobuslar eshitadi, qatnaydi. 800 metrlik ham tushib qolishi mumkin, uzoqroqga ham tushib qolishi mumkin. Endi gostinitsa bo'sh bo'lishi, odam bo'lishiga qaraydi. Shunaqa. Zo'r, gap yo'q. Xo'p, sharoitlarimiz Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlar, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlar. Bundan tashqari Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham o'z ichiga oladi turadi. Zo'r. Bonus tariqasida qo'shib berar ekan, ham ziyorat bo'lar ekan, ham sayohat ham bo'lar ekanda. Zo'r. Xudo xolasa. Xo'p, endi 50 boshi xizmati. 50 bosh masalasi. Hamma qiziqqan. 50 bosh xizmati, Xudo xolasa aeroportdan birga borib, birga kelishadi 50 boshlar iloji boricha. Agar mabodo 50 boshimiz birga ketmasa, Jidda aeroportida kutib olishadi, battan yo'lboshchi bo'ladi. Yo'lboshchi bo'ladi. Baribir yo'llarda sherik bo'ladi. 50 ta odamga bitta sherik bo'ladi baribir. Zo'r. Gap yo'q. 50 boshi borgandan keyin hamma narsani birma-bir o'rgatib ketadi. O'rgatib ketadi. Zo'r. Xudo xolasa. Bundan tashqari firma tomonidan so'mka beriladi, kamzil beriladi, bejik beriladi va vizalarini beriladi. Xudo xolariga beriladi. Gap yo'q. Undan tashqari qaytilayotganda 5 litr zamzam suv ham bonus sifatida beriladi, Xudo xolasa. Gap yo'q. Xo'p, endi vaqtlari, chislovlari va narxlari haqida aytib o'tadigan bo'lsak, hozir reyslarimiz iyul-avgust oylariga reyslarimiz qo'yilgan. Xudo xolasa, chislovlarni aytib o'tamiz. Xo'p, primoy reysimiz Toshkent-Jidda yo'nalishi bo'yicha reyslarimiz kunlari 9-iyul kuni bor, 13, 16, 20, 23, 27, 30-iyullar kunlari reyslarimiz qo'yilgan. Zo'r. Bu Toshkent-Jidda yo'nalishimizning narxini $995 qilib beramiz. Xudo xolasa. $995 biz obunachilar uchun qilib beriladi. Like bosganlar uchun, Xudo xolasa. Xo'p, Farg'ona Vodiydan boraman deydiganlar uchun Farg'ona-Jidda yo'nalishi bo'yicha reyslarimiz bor. Bu ham primoy reys. Buni kunlari xo'p 7-iyul, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31-iyullar kunlari reyslarimiz bor. Farg'onadan. Farg'ona-Jidda. Buni narxini $1025 qilib beramiz, Xudo xolasa. Zo'r. To'g'ridan-to'g'ri reys. To'g'ridan-to'g'ri reyslarimiz. Hali Andijon Namangandan hali reyslar qo'yilgani yo'q. Yo'q, qo'yilgani yo'q. Faqat Farg'ona bilan hozir bilan Toshkentdan bor hozircha. Vohadan ketadiganlar Toshkentga kelsa bo'lar ekan, vodiydagilar Farg'ona aeroportiga kelsa, uchib ketsa bo'ladi. Zo'r. Xudo xolasa. Xo'p, bundan tashqari narxlarini aytdik, kunlarini aytdik. To'lovlar masalasi bo'yicha ofisga kelib to'lov qilaman deydiganlar uchun respublikamiz 3 ta viloyatda ofislarimiz bor. Toshkentda bor, Andijonda bor, Farg'onada bor. Yo'q, bizga uzoqlik qiladi deydiganlar uchun shu nomerda telegramlarimiz bor. Telegramga bemalol aloqaga chiqib, Zagram pasportlarini, shu qizil pasportlarni tashlab bersa, bo'ldi, joylarni bron qilib beramiz, aeroportga borib uchib ketishaveradi. Qolganini yana telefonda tushuntirib beramiz. Bitta qizil pasport bilan ishlari bitadi. Rasmi bilan bitadi, Xudo xolasa, rasmini o'zini tashlasa. To'lovlarni, masalan, ofisga kelib, xolasa rasmiy kassamizga to'lov qilib, kvitansiyalarni olib ketsin, xolasa rasmiy shotlarni beramiz, hisob raqamni bankka borib to'lov qilishadi. Xohlaganlar yo'nalish bo'yicha bemalol to'lov qilsa bo'lar ekan. Onlayn murojaat qilayotganlar uchun o'sha bank hisob raqam beramiz. Bankka borib to'lov qilsa bo'ladi. Joylarni bron qilishadi, keyin aeroportga borib uchib ketishaveradi, Xudo xolasa. Zo'r, gap yo'q. Keyin yana bitta narsa esimizdan chiqdi. Ko'pchilik bo'lib boradiganlarga skidkalar bo'lyaptimi aka hali ham? 4 kishidan ortiq boradiganlarga yana bundan ham jindekkina skidka qilib beramiz. Skidkalari bor. Telefon qilishsa, Xudo xolasa to'liqroq ma'lumotni berishadi. Videoda qanaqadir kamchiliklar bo'lgan bo'lsa,
uzr so'raymiz. Yanada to'liq ma'lumot olish uchun bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaveradi. Xudo xolasa litsenziyaga ega kompaniya Hikmat Travel bemalol Google'ga yozib turib litsenziyani ko'rib olsalar ham bo'ladi. Xudo xolasa litsenziya tomonidan muammo bas. Aka kattakon rahmat. Xudo xolasa obunachilar aloqaga chiqishadi. Chiroyli narxlarda qilib berasiz. Xo'p bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha hammamizga ota-onalarimiz bilan borib ibodatlar qilib kelish nasib qilsin. Sog' bo'linglar.